Hammaga salom. Bugun men yana yo'ldaman. Bo'stonga ketyapman benzin quyishga. Oxirgi marta xo'jayinim quyib bergandi. Endi xo'jayinim yo'q, o'zim boraman. O'zimizning qishloqda ham benzin quyishga zapravka joylari bor. Faqat bu 95 benzin yo'q bizning qishloqda. Shuning uchun yonimizdagi rayonga Bo'stonga ketyapman. Bunga 92 benzin to'g'ri kelmas ekan. Bir marta bo'laveradi, bir martasiga hech narsa qilmaydi deb xo'jayinim bir quygan ekan 92 benzindan. Qarib buzilay dedi. Yoqmadi bunga. Borganda yana video qilaman. Yo'lda video olish mumkin emas. Shuning uchun videoni hozir o'chiraman, davomini keyingi qishlog'imizdaman. Paka hozir shuning uchun video olib turibman. Xudo xohlasa yetib olay. Yana video qilaman. Bo'stonimizni, zapravka joylarini ko'rsataman. Ham Bo'stonda biroz ishim bor edi. Aptekaga kirishim kerak, o'zim ishlarimni qilib kelishim kerak. Nawet 5. Jak sobie 5 są, jak boszym tu. Doğru mu? Hozir aptekaga kirishim kerak. Zapravka qilib bo'ldik. Endi aptekaga borib, bular magazinlarni aylanib ketamiz. Qizim bilan keldim. Hozir shu yerdagi aptekaga kiraman. Assalomu alaykum. Guslim panchaymi? Jak to jest? Natrichlary katy? Natrichlary katy? Onda bitkin kudaş tezde somu. Joda. Ha bak. Ой, чисто российский, индийский я вас был. Мемо, зомби, да? Роба мемо, данча. Роба, кто кричит, сколько мемо на хуйне. О, Валя, травушка. Arkamda. Sumkamni ushlab turing qizim. Men bu yerdan sovun olishim kerak. Mana shu birinchi qanaqalari bor ekan. Bunlar yoqqa boramiz qizim. Sizga nima beray qizim? Super kontik kerakmi? Ha beraymi? Ha? Super kontik. Super kontik. Super kontik.
Спасибо за покупку. Мы рады видеть вас снова в нашем магазине. Keyin sumkani olib keling. Sumkani olib keling, chaqir. Hozir Bo'stonda ishimiz tugadi. İşlarimni hammasini qilib bo'ldim. Endi mashunda yeli kam, yel urgan, dami kam deb chiqyapti. Hozir bir shina montajga borib balonlarni ko'rsatib keyin uyga ketamiz. Mana shina montajga keldik. Hozir usto kelsin. Mashinamni balonini bir ko'rib beradi. Mana qishlog'imizga ham yetib keldik. Uyimga ham kamgina qoldi yetishimga. Bahor keldi, hamma tomonni obodonlashtirish. Hamma tomonni chiroyli qilyapti, daraxtlarni kesib, porядка qilib. Juda ham chiroyli ko'chalar. Hozir bitta hodisaga uchradim o'zim. Umrimda lekin bunaqa hodisaga o'zim uchramagandim. Videolarda ko'rardim. Uchramagandim. O'shanaqa paytda odam boshqacha bo'ladi. Hozir xullas yo'lda kelatsam, bitta Jiguli mashinasi oldida ikkita erkak turibdi, ichida bitta xotin, onasi bor. To'xtatdi mashinamni. Mashinamni to'xtatib, "Xo'jaram" dedi, "Singlim" dedi. "Dushanbedamiz" dedi. "Uzoq yo'ldamiz. Hozir benzinimizga pul qolmadi. Uzoq yo'lga ketishimiz kerak" dedi. "Onamni bu yoqqa shifoga davo qilishga olib kelgandim" dedi. "Pulimiz qolmadi, benzin tugab qoldi" dedi. Men ishondim bu gapiga. Oldimda kistamda bor pulimni berdim va yordam qilishga hamma ham harakat qiladi bunday yo'lda. Shunaqa holatga kelsa, bor pulimni berdim. O'zim ham zapravka qilib pullarni ishlatib kelgandim. Ozgincha pulim qolgandi. Bor pulimni berdim. Shunaqa hodisa bo'ldi. Shunaqa voqea. Odamning ko'ngli g'ash bo'lib qoladi-da. Ozgincha bergan pulim yetsin, inshaalloh yetsin. Boshqalardan ham so'ragandir, lekin sovuqda. Lekin u odam sovuqda turibdiki, usti yupqa. Sovuqda qolganda, anchadan beri turibdi shekilli menimcha. Shunaqa gaplar ro'zai Ramazon kunida odamdan nima qoladi? Yaxshilik qoladi. Ishqilib uylariga eson omon, sog' salomat yetib olsin. Qaniydi iloji bo'lganda, qo'limda bo'lganida borini ayamasdim. Ko'p berishga harakat qilardim. Kistamda, karmonimda borini berdim. Shunda ham kam pulim qolgandi. Shunga ichim g'ijil bo'lib kelyapman-da. Juda kam pulim qolgandi. 2 litr benzinga yetadi. Dushanbegacha ancha yo'l bor. Xudo xohlasa uyiga yetib olsa yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar odamning boshidan hamma narsa o'tadi. Yaxshilik ham o'tadi, yomon kun ham o'tadi. Hammasiga shukr. Allohimga shukr aytaman. Asosiysi odamning boshi omon bo'lsa, sog' salomat bo'lsa, bu yog'i hech gap emas. Pul ham topiladi, obro'y ham topiladi. Eng asosiysi odam sog' bo'lsin.